Unga qaranglar, yo mashalloh, ko'z ko'rganda quvontiradi, lekin bu uyimizni fasaddan ham ko'ra mani bu uyimizni ichida bitta xona lol qoldiradi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga o'sha xonani ko'rsataman. 5-6 sotuli juda ham chiroyli hovlimizda oppo bamsoli qorda yaltiryapti. Basseynlari, fontanlari, yozgi oshxonalari, uyimizda ikkita darvoza bor. Bu yoqda birinchisi bo'lsa, bu yoqdan ikkinchisi. Ana endi tayyor bo'lsanglar, bu go'zal uyimizga birgalashib sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish hol qismi. Mana buni qaranglar. Yo mashalloh, juda ham chiroyli. Bu uyni olar ekansizlar, tayyor upakovangan holda olasizlar. Kirib kelish eshigimiz. Mana shu taqangi oshxona. Oshxonaning ranglarini qaranglar. Juda ham chiroyli. Krashinli mebellar qilingan. Ayollarimiz bu yerda foydalanish uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Eshiklarga alohida bitta baho berib ketmasanglar bo'lmaydi. Birinchi etajimizdan umumiy sanuzyoli, shuni yonginasida birinchi etajimizdan spalniya qismi, mana buni qaranglar. O'zini ichida sanuzyellariga ega. Gap yo'q, juda ham chiroyli. Ranglarni aytinglar, ranglarni, yo mashalloh. Odam ko'rganda ko'zi quvontiradigan. Bu esa uyimizning zal qismi, marhamat. Zal qismimizda mana shunaqangi mягкий zona. Endi olgan odam bu yoqqa stol bilan chiroyli qilib to'ldirib qo'ysa bo'ladi. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Qaranglar, zinalarini ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli. Xo'p, ikkinchi etajimizda men sizlarga bitta xonani ko'rsataman. O'zingizlar bitta baho berib o'tkazasizlar. Mana bu xona, birinchi xonamizdan ham ko'rsatib beraman. Bu qiz bolalarning xonasi. Rangidan ham bilsanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar. Voy, qo'l, oyoq maza qilyapti-ku. Gap yo'q. Ana endi kelinglar, sizlar bilan keyingi xonalarni ko'rsatib beraman. Eng katta xonamiz master spalniyaga bitta olib kiraman. Yo'qsa ayollarimizga bitta yurishdan bosib qo'yasizlar. Master spalniyani ko'rasizlar. Hamma qulayliklar bor. Absolyutno hamma qulayliklar. Ikkita garderobni bor. Mana kirishimiz bilan birinchi garderobni, ikkinchi garderobni va o'zini ichida sanuzyelga ega. Ko'rasizlarmi? Qanaqangi udobni bo'lyapti. Xo'p. Chiqib ketganimizdan keyin mana chiqib o'rishdimizda mana shunaqangi kattagina garderoblariga ega. Hozirligi birinma-ketdan keyingi xonalarni ham ko'rsatib beraman. Bu yerda ham yana bitta xonamizda o'zini ichida sanuzyellar bor. Shkaflariga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Va bu xonamizni ham hozir ko'rsataman. Bu ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzyel va bolalar xonasi bo'lyapti. Juda ham chiroyli, krashinli mebellar qilib qo'yilgan. Ana endi podvalga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu go'zalligimizni o'zingizlar ko'rmasanglar bo'lmaydi. Podval qismida qilingan ishlarga bitta baho beringlar. Uyimizning namozxonasi. Mana buni qaranglar. Kirganda boshqacha avvora. Inshaalloh niyat qilganlar yurakchani 2 marta bosib qo'yamiz. Qani endi keyingi xonalarga o'tamiz. Sizlarga ko'rsatib, podval ham juda ham katta qilingan. Bu yerda hamma sharoitlar bor. Холодный комната, bu yerda общий garderobni, ya'ni umumiy garderobning qismi qilingan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, hop, bu yerda ham o'sha xonalar ketgan. Masalan, bu yoqni kinozona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri podvalga tushadigan xona eshigi, ya'ni va uyimizni ayollari ko'proq ishlatadigan prachniy xona, kir mashina, strelka, hamma sharoitlar qilib qo'ygan va uyimizning yuragi kotelnik qismini hozirlar o'z ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli. Inshaalloh Mirzo Ulug'bek rayoni Sayran Village'dan mana shunaqangi hashamatli uy qarab yurgan do'stinglar bo'lsa, bu videoga bitta like bosib, tezda o'ziga jo'natib qo'ying.